Biznes qilib ko'rmoqchi bo'lganman, lekin uyimdagilar yoki akalarim yoki akalarim hech kim menga ishonmagan. Nimaga? Yosh bo'lganim uchun. Aytadiki, ya'ni muvaffaqiyat 10 ta imkoniyatgacha, ya'ni как бы успех до 10 попыток deydi. Любой bir professiyada eng zo'ri bo'lishi uchun 10,000 soat kerak. Bu ne'mat, ya'ni Alloh taolo kimga ne'mat qilib bersa, natijani o'sha inson oladi. Assalomu alaykum barodarlar. امروز یکمین پادکست ما میشود اثر گروپ استادی من قطعی با زبان ازبکی میشود. پادکست ما уже سوبتیتر تاجیک قطعی میبره. ما در اینجا اصلا این واژن مومنت‌های تریدینگ را разбирать کردیم уже подкаст و در مастер کلاس ده. در اینجا باشه ما سوال می‌کنیم که این لیچنیسی همین آدم فهمیدن در چه خیلی مشکلی بوده در حیاتشون. این وقتی که تریدینگ قد زنیمت کردگی شونده تماشا کنین ما سر میکنیم. یکمی سوالی ما میشوه. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. من یک کس در بارشون گپ میزنم. یک از استادی من است. 9 ساله تجربه دارن. من 24 سال خودشون شناسیدگیم. استاد sizga bir savol. Deylik, mana shu hammaga qiziqtiradigan savol. Shu tradingga qanday keldingiz? Qachon boshladingiz? Sizda deylik nimada Instagramda Chieftain Trading Club tanishadi. Va shuni ma'nosini, nima uchun Chieftain Trading Club qo'yganligingizni va nimaga shu sohani tanlaganingizni aytsangiz. Va o'tmishlaringizda masalan undan oldin nima bilan shug'ullanganingizni bizga aytsangiz. Bu sohaga kirib kelishimdan emas, birinchi o'zimni tanishtirishdan boshlay qolaman. Ismim Asqar, 29 yoshdaman. O'zbekistondanman, Toshkentda yashayman. Uylanganman, hozircha farzandim yo'q. Xo'p, bu sohaga kirib kelishimni aytadigan bo'lsa, o'zi aslida juda ko'p sohalarda o'zimni sinab ko'rganman. Sport sohasida ham, boshqa ish sohalarida ham chiroyli qilib yoritadigan bo'lsak, bu sohalarda o'zimni topa olmaganman. Trading sohasini keladigan bo'lsak, shunaqa moment bo'lgan, oldin ko'p bestsellerlar, ko'p kitoblar o'qiganman. O'sha kitobda ko'pincha o'sha именно основной kitobning mohiyati biznes to'g'risida bo'lgan, ya'ni rivojlanish, muvaffaqiyatga erishish и так далее. Ko'proq motivatsion kitoblar. O'sha payt endi yosh bo'lganligim sababli o'sha biznes qilib ko'rmoqchi bo'lganman, lekin uyimdagilar yoki akalarim yoki akalarim hech kim menga ishonmagan. Nimaga? Yosh bo'lganim uchun. Bu holatda, значит, tushunib yetganmanki, o'zim uchun o'zim harakat qilishim kerak. Shunaqangi soha qidirganmanki, bu sohada kimdir menga yordam berishi yoki kimdir menga qanaqadir finansiy tarafdan yordam berishi kerak emasligini tushunib yetganman. Shu taraflama qidirishni boshlaganman. Nima qilsa bo'ladi? U payt O'zbekistonda trading endi rivojlanayotgan bo'lgan. Ko'pchiliklarni ko'rishni boshlaganman. O'sha menda plus tarafi nimada bo'lganki, o'sha rus tilini bilganligim. O'sha kripto holatlari, shu trading holatlari nimaligini tushunib, sekin-sekin YouTubedan, o'tdan ko'rib o'rganishni boshlaganman. 1 yilcha o'zim o'rganganman. Hech qanaqa foyda bo'lmagan. Men demo bilamiz, ko'pchilik trading kirgandan keyin birinchi bo'lib demoda o'zini sinab ko'radi. Demoda sinab ko'rganman, qarasam, уже bu narsadan to'liq, ya'ni o'zim o'rganganim bilan chuqurroq kirisha olmayman bu sohaga. Undan keyin har xil ustozlarda o'qishni boshlaganman. Ko'pchilik biladi, o'zim bilasiz, 14 ta ustozda ta'lim olganman. U ustozlar hammasi har xil joydan, Rossiya, Amerika, Malayziya и так далее. Ularda o'sha ta'lim olganimdan keyin o'zimdagi o'zgarishlarni ko'rib borishni boshlaganman. Hozirgi paytda bu sohada 9 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, bu professiyada, 9 yil ichida men 2 yilda yoki 3 yilda stabilniy trader bo'lganman deb aytolmayman. 5 yildan keyin pul topishni boshlaganman bu sohada o'zi aslida. Lekin stabilniy trader bo'lmaganman. Sekin-sekin mana shu 2 yoki 2 yil, 2,5 yil atrofida endi stabilniyga erishganmiz, ya'ni stabilniy har oy qanchadir miqdordagi pulni topamiz. Chieftain Tranquility ma'nosiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik o'zi meni Instagramda Chieftain Tranquility ma'nosi bilan taniydi.
Ya'ni Instagramda ko'p shogirdlarimiz bor. Instagram yurg'izamiz, boshqa qilamiz. Chiftai tranquility ma'nosini ko'pchilik so'raydi. Ma'nosi shundan iboratki, ya'ni vosh sumo, ya'ni ruschada vosh sumo. Bu nima degani? O'zbekchada bizda o'z miyasini boshqaruvchi degan ma'noni beradi. Ya'ni vosh degan ma'noni bildiradi. Boshqa hech qanaqa ma'nosi yo'q. Ko'pchilik aytadi, qanaqa laqab bu yoki nima bu. Aslida oddiy qaraydigan bo'lsak, bu vosh sumo, ifso bo'ldi. O'z miyasini boshqaruvchi. Shogirdlar deyapsiz. Mana hozirgacha qancha shogird tayyorlagansiz? Hozir keyin va shogirdlaringiz qayerdan? O'zbekiston. Bilamizki, men o'zim Tojikistondanman. Tojikistondan mendan tashqari yana bormi? Qozog'istondan bormi, boshqa davlatlardan bormi? Shu narsani aytsangiz va qancha shogird tayyorlagansiz shu vaqtgacha? Xo'p, qancha shogird tayyorlaganman buni точно bilmayman, lekin aytaylik, ko'pchilik biladi, o'qitganda individualniy podxod bor yoki aytaylik gruppovoy podxod bor yoki aytaylik onlayn podxodlar bor. Hozirgi paytda abadiy saytimiz bor, ko'pchilik biladi. Abadiy sayt u bir oila degan, ya'ni ma'noda keladi. Ko'pchilikni yig'amiz va u joy bitta aytaylik to'lov qilinadigan bo'lsa, endi hamma narsa baribir to'lov bilan bo'ladi. To'lov qilsangiz, aytaylik 10 yillik dostуп olasiz va u joyda 10 yil davomida men bilan birga o'sha trade qilinadi, men bilan birga o'sha ishlaniladi, ideyalar, darslar itagdali. Onlayn holatda oladigan bo'lsak, hozirgi paytda 1000 tagacha yaqin shogirdim bor. Oldin ko'pchilik o'zi biladi, meni taniydiganlar, Zend gruppalar ham bo'lgan, Zend 1, Zend 2, Zend 3. O'sha narsani yopib turib, bitta potok, ya'ni bitta sayt qilganmiz. O'sha saytda hozirgi paytda 650 ta odam o'qiydi. Individualniy podxodlarga keladigan bo'lsak, lично o'zimni oldimda, o'zim bilan birga komandada o'tirib, men bilan birga ishlagan bolalarni oladigan bo'lsak, 20 tacha. Gruppovoy podxodlarni oladigan bo'lsak, примерно 60 tacha. Hozirgi paytgacha 1,5 mingtacha, 1400 tacha shogirdimiz bor. Ularni hammasi har xil joydan. Aslida 60% shogirdlarimiz O'zbekistondan bo'lsa, qolganlari mana Tojikistondan, Qozog'istondan, Rossiyadan, даже Malayziyadan o'qiydigan insonlar ham bor. Ular meni tushunishmaydi, men ular bilan aslida o'sha translate orqali gaplashaman, lekin meni faqatgina videolarimni ko'rib o'rganishadi. Tarjimasi yo'q hech narsani, просто videolarni ko'rishadi, o'rganishadi. Aslida shu, общий oladigan bo'lsak, Aziya, ya'ni o'zimizning qo'shni davlatlar. Xo'p, individualni deganingizda, endi podxod bu oldingizda yurganlar, offline o'qigan insonlar bular. Da, offline, shunaqa. Xo'p, siz qaysi направление trading sohada ishlaysiz-u, imенно qaysi konsepsiya bilan, sistema bilan ishlaysiz? Masalan, fiksatsiyangiz qaysini deylik, mana siz 14 ta ustodni ko'rgansiz. Mana men lichni o'zim 9 ta ustod ko'rganman va men o'zim uchun baribir o'shalarda o'qiganimda har bittasini sistemasini просто sinab ko'rganman, psixologiyamga to'g'ri kelganini ishlatganman maqsadma qilib. Вот sizda ham o'qiganimda ham sizdan ko'p narsani o'rganganman. Menga eng kerakli narsasi bo'lgan duh. Endi bu важный, o'zingiz ham trading bilasiz. Agar duxingiz bo'lmasa, qo'rquv bo'lsa, bu sistemangiz bo'lgan boshqangiz bo'lmasa, savdo qila olmaysiz hayotda, shu narsa bor. Men eng prям kerakli bo'lgan narsa sizdan olganim mana shu narsa bo'lganda, men shu narsani qilaman. Вот siz qaysi konsepsiya bilan, sistema bilan nima bilan ishlaysiz shuni? Sistema deydigan bo'lsak, endi men imенно sistemaga qaratmaganman. Aytaylik 14 ta ustozdan ta'lim olgan bo'lsam, o'sha 14 ta ustozdan o'rgangan narsamni, ya'ni bitta qilib turib, rivojlantirib turib, uni bir-biriga совместный qilib turib ishlayman. Ya'ni tizimlashtirganman. Ya'ni aytaylik bozorda ko'pchilik biladi, aytaylik SMC ni olamizmi yoki ICT ni olamizmi, aytaylik qanaqadir modellar bor. Ya'ni bozorga kirishdan oldin o'sha modellar shakllangandan keyin, ya'ni hamma подтверждениялari bo'lgandan keyin bozorga kiriladi. Menda ham xuddi shunaqa, ya'ni o'tda SNR ham bor, o'tda aytaylik oddiy switchnoy kontrollari bor и так далее. Ya'ni bu narsa hammasi rivojlantirib bitta tizimli holatga kiritilgan. U narsada hech nima o'zgartirilmaydi. Aytaylik, men oldimga kimdir kelib turib, "Men bu sistema zo'r ekan" deydigan bo'lsa, men o'zimni tizimimdagi nimadir almashtirmayman. Bo'ldi, menga o'sha tizim agar foyda olib kelayotgan bo'lsa, bo'ldi, o'sha tizimli savdoda dalshi ketganim yaxshiroq.
endi общий oladigan bo'lsak, основной jihat bu o'zi aslida sistemada emas, odamning o'zida hisoblanadi, ya'ni psixologiya. Mana siz o'zingiz aytib turibsiz, что mani oldim kelganingizda sizni yagona olgan narsangiz, ya'ni eng kerakli olgan narsangiz bu duh, to'g'rimi? Kimdir xuddi shunaqa, kimdir psixologiyadan kuchsizroq bo'ladi, kimdirda azart, kimdirdir aytaylik sistemani tushunmaslik и так далее. Bu narsa ko'p. Ana общий holatda olsak, 15% bu baza, 25% bu aytaylik anaqa sistema, 60% psixologiya. Mani nazarimda bu. Hammada har xil baribir nazariyalar bor, ya'ni hammada har xil fikr bor, hammada har xil o'ylash bor. Menda aslında shunaqa, ya'ni meni o'zimni yutug'im deb hisoblaydigan narsam bu bitta tizimni har doim bir xil qilib borishim, ya'ni hech nimani o'zgartirmasdan. Mana shu narsa menga foyda olib keladi hozirgi paytda. Sizga bir savol, yana qiziqarli savol, chunki ko'pchilik bu savolni beradi va xohladiki eshitishda professional opiti bor odamdan. Va siz aytyapsiz 9 yil shu sohadasiz va sizda deylik переломный moment, любой kishida bo'ladi. Menda ham bo'lgan, masalan, bo'lgan, shu sizda qanaqa переломный momentlar bo'lgan? Siz qanday o'sha qiyinchiliklarni o'tgansiz? Nima qiyinchiliklar bo'lgan? Va nima uchun trading tashlamagansiz o'sha qiyinchilik bo'lgan vaqtda? Siz aytganingizdek 2-3 yil deganda men rezultatga chiqmadim deyapsiz. Значит 5 yillarda, 6 yillarda chiqqansiz deylik, mana nima qilib. Va agarki обычный bironta odam kelsa, o'zi birontaga aytsangiz, mana sen 5 yilda rezultatga chiqasan desangiz, sразу уже tradingga yaqinlashmaydi, maqmaydi. Siz o'sha vaqt kelgan vaqtingizda shu narsani boshlaganingizda siz qiyinchilik bo'lgan, qanaqa qiyinchiliklar bilan masalan kurashgansiz o'sha vaqtlari, qanday o'sha narsani yengib o'tgansiz sizda? Nima uchun trading tanladingiz, o'shani tashlamadingiz shu qiyinchiliklarni ko'rganda shu narsani? Bo'lsa baribir insonga qiziqda, chunki odamlar hozir bilasizmi, bir xillar bir narsasi bor, o'sha narsani oxirigacha yeta olmayapti, bir ham kelgan zalotay seriyadan joyda tashib ketyapti-da shu narsani maqsasan. Muvaffaqiyat yaqinligi. Ana shu momentda. Sizda eshitmoqchi birontasi qolib ketadi, bo'ldi, mana ustozimizda bo'lgan ekan, biz ham qolamiz degan narsa bo'ladi. O'sha narsani aytib bersangiz, hammaga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, qarang, birinchi bo'lib bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bitta bestsellerda o'qiganman. Aytadiki, ya'ni muvaffaqiyat 10 ta imkoniyatgacha, ya'ni как бы успех до 10 попыток deydi. Ya'ni aytaylik siz bir marta qoqilasiz, 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5-chi qoqilganda kimdir tark etadi. Lekin asl mohiyat oddiy. Bu diniy tarafdan emas, dunyoviy tarafdan aytaman. Ya'ni bu shunaqangi nima deydi, zakonomernost borki, siz 10 marta harakat qilib ko'rishingiz kerak. O'sha 10 martaning ichida o'xshamasa, lekin o'xshamaslik iloji yo'q, hammada o'xshaydi. Ko'pchilik qiyinchilik paytida tashab ketadi. Ya'ni erta уже nima deydi, har xil sinovlar keladi. Endi nima deydi, finansiy sinovlar yoki oilaviy yoki itak dalil. Общий qilib aytmoqchi bo'lganimda, ya'ni 10 ta imkoniyatgacha harakat qilib ko'rish kerak. Любой sferada nima bo'lishidan qat'iy nazar. Men o'zimni ham hozir aytib beraman, nimalarda o'zimni sinab ko'rganimni va o'xshamagan. Lekin agar men o'sha narsani tashlamaganimda, balki men hozir trader emas, balki aytaylik sportchi yoki aytaylik qanaqadir biznes egasi bo'lgan bo'lishim mumkin-di, balki oddiy ishchi. Bu narsani endi Alloh biladi. Endi yana bir holat bor. Aytilganki, любой bir professiyada eng zo'ri bo'lishi uchun 10,000 soat kerak. Bu kitobda juda ko'p, bestsellerlarda juda ko'p motivatsion kitoblarda berilgan 10,000 soat. Ya'ni o'zi aslida qarab chiqadigan bo'lsak, 10,000 soatga siz erishishingiz uchun 10 yil vaqt ketadi. Agar kuniga 2 soatdan o'sha siz yaxshi ko'rayotgan ishga o'zingizni vaqtingizni ajratadigan bo'lsangiz. Endi meni holatimga keladigan bo'lsak, men sportchi ham bo'lganman, futbolist ham bo'lganman, futbol internatida ham o'qiganman, taekvondist ham bo'lganman. Boshqa yana ishlarda ham o'zimni sinab ko'rganman, har safar tashab ketganman va hech narsaga erisha olmaganman. Ko'pchilik biladi, men organda ishlaganman, buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Organda ishlab yurgan paytim shu 2000 как раз trading sohasiga kirganimda men именно o'sha organ sohasiga ham ishga kirganman. Chunki уже yoshim balog'at yoshiga yetib qolgan, armiyaga borib kelganman, nimadir ish qilish kerak. Ya'ni qaysidir ishga mahkam ushlash kerak. Men o'zimni otam ham ya'ni shu sohada bo'lganlari uchun men o'zim ham organga topshirganman. Ya'ni sport taraflama o'sha aytaylik ko'pchilik bo'yimni biladi, bo'yim taraflama to'g'ri kelganligi uchun topshirganman.
Maqsadim har doim erkinlik bo'lgan, o'zi aslida qaraydigan bo'lsak, lekin u erkinlik uchun men harakat qilmaganman, mehnat qilmaganman hech narsada. Har doim hamma narsani yarmida tashab ketganman. Va bu sohaga aytganimdek boya adashib tradingga kirib qolganman. Bu narsaga qiziqish, ya'ni bu narsaga muhabbat kuchayib borishni boshlagan. Siz aytayotgan momentlar, ya'ni tashab ketish momentlari menda juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni примерно 3 marta yoki 4 marta просто savdoni tashab ketish. Ya'ni siz o'qiyapsiz, где-то 10 tacha уже ustozda o'qigansiz, lekin sizda hech qanaqa rezultat yo'q. Даже siz pul topib yechib ham ko'rmagansiz. Ya'ni men 5 yil davomida pul tashlaganimni bilaman, lekin yechganimni hech qachon bilmayman. Mana shu 5 yil ichida. Va har safar o'zimni xonam bo'lgan, u yerda kompyuterlar qilib qo'yardim. Va har doim uyga kelganimda bu narsa yashirish emas, siz bilan ochiqroq suhbat qilsak hammaga menimcha manzur bo'ladi. Bu narsa ko'pchilikda bo'lishi ham mumkin. Lichda menda otam kirib turib, "Лучше institutda o'qi, ya'ni mana shu organda ishlayotsan, ofitserlikka harakat qil" и так далее. Mana shunaqa gaplar ko'p bo'lgan, men aytganman. "Yo'q, mana shu narsani qilaman." Shunaqa momentlar bo'lgan, bo'ldi, tashladim, yig'ishtiraman, bo'ldi, bu menga emas degan joyimda, mana har doim onam paddeshka qilganlar. Ya'ni harakat qil, bo'ladi. Harakat qil, bo'ladi. Ya'ni Allohdan so'ra, yaxshi niyat qil, harakat qilur, tashab qo'yma. O'sha payt bitta осознание kelganki menga, o'zim qilgan ishlarimni, oldin qilgan ishlarimni orqaga nazar tashlaganimda har safar ko'rganman. Ya'ni mana shu ish endi muvaffaqiyatga erishayotganda men bu narsani tashab ketganman. Agar shu narsani tashamaganimda, balki men hozir o'sha sohada professional inson bo'lar edim. Mana shu narsa menga dalda bo'lgan, yana harakat qilishimga bo'ldi. Menda boshqa imkoniyat yo'q, ya'ni yoshim уже 25 yoshga, 26 yoshga qarab ketyapti. Уже orqaga qarashga bizda vaqt ham yo'q, umr ham yo'q. Ya'ni orqaga qaramaymiz. Shuning uchun ham faqatgina oldinga, ya'ni shu sohada yoki muvaffaqiyatni ko'ramiz, muvaffaqiyatni ko'rmasak ham oxirini ko'ramiz. Ya'ni oxirigacha borish. Bo'ldi. Ya'ni o'sha 3-marta tashab ketmoqchi bo'lganimda, ya'ni onam "Bo'ldi, tashama. Hozir nima qilasan, nimaga harakat qilasan" degan narsada menda javob bo'lmagan. Shuning uchun ham shu sohani oxirigacha tanlaganman. Men shuncha insonni ustozlarda o'qigan bo'lsam, birortasini yomon deb aytmayman. Chunki har bitta insondan qanaqadir o'zim uchun saboq olganman. Men uchun atalgan vaqt bu 5 yildan keyin ekan va men bu narsaga xursandman va bu narsaga shukr bildiraman. Ya'ni o'zimni shukronamni bildiraman. Ko'rib turibsizki, hozirgi joyda o'tirib, mana siz bilan suhbatlashyapman, shuncha odam meni tanishi, shuncha shogird chiqarishim, o'zim shu sohada ishlashim, hozirgi paytda kimnidir qo'lida ishlamayman, kimgadir привязанность degan narsa tushuncha yoki yo'q. O'zim uchun o'zim xo'jayin desa ham bo'ladi. Bu narsaga kelish oson bo'lmadi. To'g'ri, 5 yil, 8 yil, 10, mana hozirgi paytda 9 yil umr ketdi va mana shu ketkazilgan umrga men nima deydi, roziman. Основной jihat, ya'ni bu sohada muvaffaqiyatga erishganimiz sababi bu taslim bo'lmaslikda. Mana shu taslim bo'lmasdan har safar Allohga tavakkal qilib, shu holatgacha chiqib keldik. Inshaalloh yaxshi atfi bo'ldi. Endi bitta momentda aytganingizda 14 kishida o'qidingiz va biror marta ustozlaringizni yomonlamagansiz. Bizda, mana sizda shu narsa bor, menda ham shu kachisa bor. Men biror marta bironta ustozimni yomonlamaganman. Birontasini aytmaganman, orqasidan gapirib, biron ish qilib. Bir ayrim odamlar bor-da, faqat ustozidan aybni ko'radi. O'zidan hech vaqt aybni ko'ra olmaydi-da. Shunaqa odamlar bor. Men ko'rib kelgan va meni o'zimda ham shu holat bo'lgan, sizda ham bo'lgan, men bilaman. Va qani aytsam, mana shu insonlar qani hayotda o'ylaysizmi shu biron rezultatga borishini, shu insonlar shu borishini o'ylaysizmi? Qanday deb o'ylaysiz mana shu? Mayli deylik, tradingda o'xshamadi deylik, boshqa sohada bo'lsin shu odam. Shu odamki o'zini xatosini, ошибкасini осознавать qilmagan inson bora oladimi darishi? Hozir bu yerda deylik trading gapirmaymiz, lekin boshqa soha. O'zi shunaqa posloviya bor-ku, ya'ni ustozingni rozi qilmasang, ya'ni qolgan ishing o'xshamaydi. O'zi aslida men nima demoqchiman? Men o'zim yoshligimda ham, ya'ni aytaylik o'sha 24 yosh, 25 yoshimda o'zimizda bilasiz, O'zbekistonda taniqli Aziz Xalikov bor. Men birinchi marta o'qiganimda mana shu insonni men yomonlaganman. Juda ko'p odamga, mana ochiqchasiga efirda ham aytaman bu narsani. Hozirgi paytda shu insonni ya'ni
qancha pul topadi yoki nima qiladi bu narsa menga qiziq emas. Ya'ni u insonni gapirgan gaplari, ya'ni u gapirgan so'zlari kачественный, ya'ni menga ta'sir qilgan. Ya'ni shu inson meni ustozim bo'lganlar, ya'ni men Supermin loyiha bo'lgan, o'sha joyda o'qiganman. U joyda men kirganimda men biladigan narsalarimni ko'rganman u joyda. Va hammaga yomonlashni boshlaganman. Ya'ni shuncha pulga sotib oldim, boshqa qildim. Ya'ni yosh bo'lganman. Hozirgi paytga kelib shu insonga rahmat aytaman. Nimaga? Chunki o'sha paytdagi aytgan gaplarida ham men uchun hozirgi paytda hayotimni taqdiq qilib kelayotgan narsalar bor. Ya'ni hayotga tadbiq qilganman yoki tradingga tadbiq qilganman и так далее. Shuning uchun даже shu insondan ham men roziman. Men 14 ta ustozdan o'qigan bo'lsam, birortasidan norozi emasman. Chunki har bittasi menga kerakli narsalarni bergan. To'g'ri, u insonlar men natijaga olib chiqib olmagan. Lekin bu yerda bitta izuminka bor, ya'ni har bitta shu, ya'ni ustozidan natija kutayotgan inson bitta narsani bilish kerak. Natija sizni yoki meni yoki boshqa insonlarning qo'lida emas. Даже milliard trader milliard boshqaradi-da. Milliard boshqaradi. O'sha insonni oldiga qaysidir zo'r trader olib borib qo'ysangiz ham foyda qila olmasligi mumkin. Bu ne'mat, ya'ni Alloh taolo kimga ne'mat qilib bersa natijani o'sha inson oladi. Ya'ni kimni qalbi toza bo'lsa, o'sha inson muvaffaqiyatga erishishi osonroq bo'ladi. Chunki men agar mana siz ham tradersiz, to'g'rimi? Men ham traderman. Oldin meni shogirdim bo'lgansiz, lekin hozirgi paytda siz ham shogird chiqarasiz. Va men sizga havas bilan qarayman. Kimdirlar hasad bilan qaraydi. Ya'ni bu yerda ochiqlik, ya'ni ko'ngil ochiq emas. Ular har doim hasad bilan qaraganligi uchun ham men o'zimni fikrimni bildiraman. Bu yerda qanaqadir negativ bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Men o'zim uchun shunaqa bilaman. Alloh taolo, ya'ni ichida hasadi bor insonga hech narsada muvaffaqiyat bermaydi deb o'ylayman. Nimaga? Sababi u muvaffaqiyatni bersa, u inson kim bo'lishini Alloh taolo biladi. Shuning uchun ham bermaydi deb o'ylayman. Ya'ni bu narsada siz aytayotganda, ya'ni natijaga erisha oladimi degan narsaga men lichni o'zim javob bera olmayman. Buni Alloh biladi. Yaxshiga ham natija beriladi, yomonga ham natija beriladi. Lekin ustozini norozi qilgan insonni ko'karishi sal qiyinroq bo'ladi va bu narsani biz o'zimizda emas, o'zimizdan katta insonlarda ham ko'rganmiz. O'sha o'zini hayotida o'tkazgan insonlarni o'zi aytib bergan. Ya'ni ustozingni hech qachon norozi qilma. Prosta hech qaysi, men o'ylaymanki, hech qaysi ustoz, mana siz meni oldimga kelib turib, ustoz, mana shunaqa natijaga erishdim. Mendan mana shunaqa insonlar so'rayapti, ya'ni ta'lim berishlik desa, aka bemalol deyman. Chunki men sizni natijangizni ko'rdim va men bu narsaga havas bilan qarayman, hasad bilan emas. Ya'ni siz men uchun konkurent emassiz. Meni o'zimni rizqim bor, sizni o'zingizni rizqingiz bor. Men uchun panaycha shu. Mana bugunga kelsak, bir vaqtlar trading sizga havas edi, havasdan qarardingiz, o'rganay shu narsani. Hozirgi kunda trading sizga ishmi, filosofiyami, yo obraz жизнimi, to есть nima u siz uchun trading? Trading общий qilib aytganda, meni o'sha niyatim bo'lgan bu erkinlik. Ya'ni men tradingda erkinlik deb bilaman o'zim uchun. Erkinlik. Qarang, nima sababdan siz uje mana deylik odamlarga bilim, ta'lim berishni boshladingiz? Nima sababdan? Nima sabab bo'ldi shu? Bitta narsani aytaman, bir xil odamlar bor, agar kurs sotsa, значит o'zi ishlay olmar ekan, shunaqa gaplari bor. Keyin mana shu narsaga bir tushuncha bersangiz yaxshi bo'lardi. Keyin nima uchun uje shuncha odamlarga ta'lim berib kelyapsiz? Sabab nima bo'lgan? Biron kishi может aytgandir, uydagilaringizmi yoki o'zingizning fikringizmi yo do'stlaringizmi aytganmi? Men bilamanki, men oldingizda o'z bo'lganman, sizni shuncha vaqtdan beri. Endi ochiq oydin suhbat bo'lgani uchun men ko'rganman qanaqa ishlashingizni va sizni deylik olgan bizdan bir deylik hammamizdan olgan pulni o'zimizga rasxod bo'lgan u narsa. Hech vaqt men o'ylamaymanki, bizning pulimiz bilan siz boyib ketgansiz, biron mashina oldingiz yo u qildingiz, bu qildingiz yo'q. O'sha narsani men prosta shu qo'shib aytyapman. Va nima sabab bo'ldi insonlarga ta'lim berishingiz va odamlarda imенно savoli bo'ladi baribir. Siz shuncha zo'r tradersiz, nimaga kurs bor sizda? Nimaga nima qilasiz? Sotasiz shu. Bilasiz, Instagram yurg'izishni boshlagandan keyin hozirgi paytda ko'pchilik Instagram orqali kimnidir taniydi o'zi aslida. Ya'ni bu tradermi yoki u boshqa sferadan farqi yo'q.
Manda ham xuddi shunaqa o'zim uchun Instagram yurg'izishni boshlaganman. Просто ochgan zelkalarimni qo'yib borishni boshlaganman. Ya'ni o'zim uchun как бы istoriya. Ya'ni qanaqadir tarixni qilish. O'sha paytda adashmasam 150 tagina podpischikim bo'lgan. Ya'ni ular ham o'zimni do'stlarim, o'zimni yaqinlarim, o'zimni qarindoshlarim и так далее. Ichidan aytaylik bir 40% notanish bo'lishi mumkin, qolganlari hammasi tanishim bo'lgan. Instagramga video qo'yib borishni boshlaganman va 2 oydan keyin ko'pchilik menga imенно o'rgatasizmi, ya'ni kurs borasida yozishni boshlagan. U payt menda kurs degan narsa umuman qiziqish ham bo'lmagan. Ya'ni bu narsa, ya'ni ta'lim bera olamanmi degan savol ham menda har doim so'roq ostida bo'lgan. Ya'ni kimga qanaqa ta'lim bera olamiz. Keyin уже insonlar yozishni boshlagandan keyin ko'pchilik aytadi, tradingni, ya'ni men kimnidir o'qitadigan bo'lsam, shu o'qish pulini siz, ya'ni belgilaysizmi? Nima deydi ani? Vallohi deydi-yu, meni birinchi shogirdim menga yozganda, ya'ni men sendan ta'lim olmoqchiman deganda, men aytganman, "Nech pul berishga rozisan?" deganimda, o'sha payt o'sha bola, ya'ni $1000 taklif qilgan. Ya'ni $1000 men sendan o'qimoqchiman degan narsani bildirgan. Va o'shandan keyin o'qitishni boshlaganman. Bitta aytaylik, men sizni o'qitdim, ya'ni bilamiz, любой sohada sarafanniy radio degan narsa bor. Ya'ni marketingdan ko'ra kuchliroq ishlaydi. Ya'ni men sizga agar yaxshi ta'lim bera olsam, shu sferada ishlab yurgan insonlarni siz kimga taqdim qilasiz? Siz kimdan yaxshi xulosa olgan bo'lsangiz, kimdan yaxshi nimadir o'yingizga ola olgan bo'lsangiz, o'sha insonni taqdim qilasiz. Ya'ni menda ham xuddi shunaqa. Основной insonlar bu sarafanniy radio bilan kelgan. Ya'ni men sizni yaxshi o'qitdim, siz menga boshqa insonlarni olib keldingiz. Ya'ni mana shu holatda o'qish holati men uchun qo'pol bo'lsam aytaman, bu просто bir kayfga o'xshagan narsa bo'lgan. Ya'ni bundan zavqlanish. Men zavq olganman bu narsadan. Ya'ni kimgadir ta'lim beryapman va u inson menga rahmat aytayapti. Aytaylik, farqi yo'q, $10 topadimi, $20 topadimi, uyiga non olib kiryapti, uyidagi xursandchiliklarni ko'ryapti va menga ko'pchilik yozyapti. Rahmat ustoz, bergan ta'limingiz uchun, bergan bilimingiz uchun, bergan hayotiy saboqlar uchun. Ya'ni o'zingiz ham ko'rgansiz, Instagramimga ko'rsangiz, ya'ni men ko'p qo'yib boraman, ya'ni o'sha rahmatnomalarni, insonlarni menga aytgan yaxshi gaplarni. Bu narsani men har doim ota-onamga ko'rsataman. Ya'ni mana shu bolani o'qitgandim, menga mana shunaqa rahmatnoma bildirdi yoki boshqa qildi. Bu men uchun zavq. Ya'ni bu narsadan mazza qilishni boshlaganimdan keyin, ya'ni men o'zim uchun insonlarga yaxshilik qilaman deb o'ylayman. To'g'ri, qaysidir ma'noda noto'g'ri paytlar ham bo'lgan, ya'ni kimdir mendan norozi bo'lgan insonlar ham bo'lgan. Chunki biz hech qachon hammani rozi qila olmaymiz va norozi insonlar ham bo'lgan. Norozi insondan rozi bo'lgan insonlar ko'proq bo'lgan. Va uni odamlarga ta'lim berishni boshlaganimizda, ya'ni o'zimni bilimimni ulashishni boshlaganimda, men o'zim uchun zavq olishni boshlaganman. Shu bilan, ya'ni kurs holatlari ketgan. Endi kurs deganda, kurs qildi bu pul topmaydi degani emas. Ya'ni mana siz menda individuallikda o'qigansiz, keling ochiqchasiga aytamiz. O'sha payt individuallikning narxi $5000 bo'lgan, lekin o'sha bizning oldimizga individuallik 14 ta odam kelgan bo'lsa, siz o'zingiz ham ochiq bilasiz, что 14 ta odam $5000 dan pul bermagan. Kimdir 2500, kimdir 3000, kimdir 5000 va u pulni o'zingiz aytganingizdek faqat mana cho'nchagim uchun ketmagan. Bu o'zingizlarning komfortinglar uchun, o'zingizlarni bu ya'ni ofisda yaxshi his qilishinglar uchun ishlatilgan. Ya'ni kompyuter, joylar и так далее. Mana shunaqa narsa bu. Kim kursdan pul qiladi deydigan bo'lsa, mayli o'ylasin, balki haligacha ham o'ylashar, lekin eng qiziq tarafi, hozirgi paytda kurs bermayman. Buni siz bilasiz. Ya'ni 1 yildan beri hech qanaqa menda kurs yo'q, na individualniy, na boshqa. Faqatgina saytimiz bor. Saytimizga любой odam любой payt o'zi qo'shilib ola oladi. Ya'ni to'lovini qiladi, qo'shilib oladi. U narsa aytaylik 1 oyda aytaylik 5 ta yoki 6 ta odam qo'shiladi. U mizer degan narsa desa ham bo'ladi. Hozirgi paytda 1 yildan beri kurs sotmayapman. Ya'ni kurs sotmayapman demaylik, ta'lim bermayapman. Bunda ham lekin haligacha oldin qanaqa yurgan bo'lsak, hali ham xuddi shunaqa yuramiz. Kim bizni qanaqa holatda ko'rgan bo'lsa, hozir ham xuddi shu holatdamiz. Hech nima o'zgarmadi. Lekin o'sha kim kurs sotib pul qildi deydigan bo'lsa, uni fikrlashi. Chunki u insonni ham to'g'ri tushunish kerak. U ham 3 ta 4 ta insonda o'qigan, lekin natija qilmagan. Lekin ustozlar uchun pul to'lagan. Natija boya aytganimdek, bizlarning qo'limizda emas, bu Allohning qo'lida. Kim kursdan pul topadi deydigan bo'lsa, sizlar pravsizlar. Bo'ldi, tamom. Men uchun shunaqa. Ya'ni sen kursdan pul topasan desa, bo'ldi, men kursdan pul topaman deyman, xolos.
kimgadir nimanidir dokazat qilish shart emas. Ahmoq bilan bellashadigan bo'lsang, ahmoq o'zini uroviniga seni tushirib turib, seni yengadi. Sen uni yenga olmaysan. Shuning uchun ham hop deb qutulgan yaxshiroq deb bilaman. Kurs haqida ham gapirdik, o'z haqingizda tanishtirdik. Endi asosiy moment qarang, важный. O'zbekiston haqida gap ketadi. O'zbekiston treyderlari, ayrim treyderlari. Men bilasizki, sizga ham aytganman, qanaqa treyderlar bilan ko'rishganman, qanday meni aldab pulimni olishmoqchi bo'lishgan, kimda o'qiganman, natijaga yetmaganman. Hozir O'zbekistonda именно keyin biz Toshkentda yurdik. Toshkentda deylik, farqi yo'q, любой men O'zbekiston hududi. Va hozir qayerga qaramasangiz kurs sotadigan insonlar, o'zlarini faqat men nomer 1 deydigan insonlar va deylik signal kanallarni yurg'izib, men mana buncha ishladim deb ko'rsatyapti. Mana deylik pafosni ko'rsatyapti-da, insonlarga osonlik bilan beryapti shu narsalarda. Pullar, mashinalar, pul, mashina, men bu yerdan uy oldim, u yerdan uy oldim, masalan shu narsalar bilan odamlar doveriyasiga kiryapti-da. Mana shu odamlar mana deylik 100% men aytamanki, o'sha aldanib ketyapti shu insonlar shularning oldiga. Bu aldanib boryapti deyman. Men o'zimning fikrim. Chunki men o'sha kecha o'zi master klassga o'tirganimizda ham o'sha yerda bitta bolani chiqardim, ko'rdingizmi? Bitta bolani oldiga borib 5000 berib o'qib, 2 haftada javob 20000 minus o'qisganda oldida. Va mana shu insonlar aldanmasligi uchun, mana shu narsa bo'lmasligi uchun sizda bir shunaqa moshni bir savetingiz kerakki, bu yerda hozir biz fiksatsiyani sizga bermayapmiz. Просто men sizni bu yerda lichni bir o'zingizni fikringizni kerakki, shaxsiy fikringiz kerakki, odamlar aldanmasin shunaqa odamlarning oldiga borib. Nimaga ahamiyat berish kerak shu ustozni oldiga borishdan oldin? Suhbatdanmi? Rezultatini ko'rsat deyishdimi yo nimadan? Rezultat desangiz Instagramda ko'ryapsan-ku degan gap bor. Shunaqa deyishadi. Instagramdan qo'yib boryapman-ku, ko'ryapsan-ku. Minus haqida gapirmayman, faqat plus haqida gapiradigan insonlar bor. Bizda insonlar O'zbekiston, Tojikiston bir xil. Fikr tushunchasi nima? Hozir ishlayaptimi, boraman, soqqani qilaman o'sha narsa. Mana shu sizda ayni vaqt savetingiz kerak insonlarga aldanmaslik uchun. Biz hozir bitta narsada kim ko'rsa shu narsani o'ylamanglar. Biz hozir ustozimni bu yerda zo'r ko'rsatib bu kishiga kursga keladi deb biz bu narsani talqatamiz. Prosta shu inson, deylik, shuncha mingtadan ko'p shogird chiqargan insonda saveti baribir kerak sizlarga bo'ladi shu narsani. Обязательно ko'rishlaringiz kerak. Siz bir chiroyli bir savetingiz kerak shu narsani aldanmaslik uchun va nimaga ahamiyat berish kerak shu odam o'sha insonni oldiga borganda mentorga, то есть bu yerda mentorni vыбор qilganda adashmaslik bot. Qarang, birinchi suhbatingizda siz aytib o'tdim-ku sizga, ya'ni biror bir professiyada zo'r bo'lish uchun, ya'ni bizga 10,000 soqol talab qilinar ekan. Endi shu narsani aytmoqchiman. Keling, siz o'zingizga men bitta savol beraman, ya'ni meni oldimga o'qishga keldingiz, individualniga, ya'ni aytaylik qanchadir pul to'ladingiz. Men sizni necha yil o'qitdim? Men yerda 7 oy o'zim bo'lgan bo'lsam, 7 oy rovna bo'lgan bo'lsam, yerda endi o'zimni xohishimdan chiqib ketganman. Baribir oldingizda siz aytgandingiz, qoling, hozir ishlashimiz bor, komanda bo'lishimiz bor. Даже men hammaga aytib beraman, ustozim menga qancha rasxod qilganlar, kompyuter sotib olib, ekranlarni olib kelib, stul hamma joyda men uchun qilib, men aytaman, ham faqat shogirdlarimga aytib beraman shu narsani. O'sha vaqtda ham aytgandingiz. Men 7 oyda chiqib ketganman siz oldingizda. Endi qarang, hozirgacha yurgan insonlar ham bor, ya'ni siz bilan birga o'qigan. Ya'ni u insonlarga 1,5 yil bo'ldi. Meni bilasiz, men har doim даже abadiy kursimiz ham 10 yil uchun to'g'irlangan narsa. Ya'ni kimdir to'lov qilib kirsa, 10 yilga do'stib oladi. Nimaga 10 yil? Endi aytaylik individualniy bolalarni olamiz. Individualniy 1 yil o'qitaman. 6 oy onlayn, 6 oy offline. Va eng qizig'i, mana shu 1 yil ichida haftada 3 marta Bizalovga anaqa bo'ladi, ya'ni darslik bo'ladi. Darslik, back testlar, ya'ni xato kamchiliklarni ko'rib chiqish itagdali. Ya'ni men sizga uzoq muddatda aytayapman. Boshqa joydagi kurslarni ko'radigan bo'lsak, hammada qanaqa, ya'ni qanaqadir pro kurslar, standart kurslar, professional kurslar. Nimaga shu narsani hammaga bitta kelganda bazani tushuntirib turib, dalsha olib borish, ya'ni aytaylik, bizni anaqada mamlakatda deylik, treyderlarni oladigan bo'lsak, любой insonni oldiga boring, men senga $10,000 beraman, lekin men natijaga chiqqunimcha seni oldingda yuraman deb, ko'pchilik rozi bo'lmaydi. Chunki unga qiziq emas. Unga siz bitta o'zingizni olib, sizni natijaga olib chiqa olmasligini u ham biladi.
Bu narsani hamma biladi. Lekin hamma 2 oylik, 3 oylik kursga boradi. Eng qizig'i, bitta professiyaga 10 yil vaqt kerak bo'lsa, qanaqa qilib siz 2-3 oy ichida kimdir bo'la olasiz trading sohasida? Farqi yo'q, siz o'zingiz 6 oy o'rgandingiz, keyin kimgadir o'qishga boryapsiz. Hammani ko'rgan narsasi bu signal kanal. Signal kanal kiradi, voy mana zo'r trade qilyapti, voy mana zo'r trade qilyapti, mana yetilik qanaqadir bank sistemada, mana qanaqadir SNR sistemada и так далее. Sistemalar juda ham ko'p, lekin afsuski hech kim na psixologiyaga, na insonni moliyaviy tomoniga, uni ishlaydigan holatiga qaramaydi. Kimdirlar davlat ishida yetilik 9 dan yetilik 6 gacha ishlaydi. Hech qanaqa telefon yoki boshqa ishlata olmaydi. U insonlar nima qiladi? 6 dan keyin chiqib targ'ibot qiladimi? Bu noto'g'ri. Bunaqa bilan bu sohada pul topib bo'lmaydi. Nimaga men organdan ketdim? Nimaga yaxshi oylik olib turgan joydan, ya'ni menga stabilniy pul kelayotgan joydan nimaga voz kechdim? Sababi bu sohaga men konkretniy fiksatsiya bilan kirishim kerak edi. Bo'lmasa bu sohada hech narsaga erisha olmasdim. Va meni o'zimdagi sabablardan biri bu, ya'ni men davlat ishini ham, buni ham bittada olib ketaman deganligim. Mani davlat ishi meni oilamni boqqan. Men bu narsani tan olaman va bu men uchun tramplin ham bo'lgan. Nimaga? Chunki men yaxshi oylik olganligim uchun kimlardadir o'q olganman, kimlardadir ta'lim ola olganman. Hozirgi paytda eng uzoq kurs bu 3 oy. Lekin 3 oy ichida nollarni gapirmayman. Professional, уже bazasi bor insonlarni aytmoqchiman. Natijaga chiqa olmaydi. Chunki hamma o'ylaydi, bo'ldi, sistemani o'rgansam tamom bo'ldi, qolganiga men natijaga chiqib ketaman. Lekin siz o'zingiz necha oy qiynaldingiz, 7 oy davomida meni oldimda bo'ldingiz. Prosta bitta dona, siz o'sha payt meni oldim kelgan paytingiz уже sizda 4 yil, почти 5 yillik o'pitingiz bor edi. Siz уже hamma narsani bilardingiz, даже sistema nima, qanaqa cho'kchimi, hammasini bilardingiz. Kerak bo'lsa mendan, ya'ni bilim taraflama qolmasdingiz. Lekin shunda ham necha oy vaqt ketdi? 7 oy. Prosta duh oshirish uchun. Prosta duh. Biza bu yerda уже sistemani, ularning ichidagi backtest holatlarida, mana bizada komandamizda Azamat aka borda, eng kattamiz. Siz ularni bilasiz. Qanaqa backtest qilardilar? Yillik, 2 yillik backtestlar qilardilar, keyin targ'ibot qilardilar. O'xshamadimi? Yana boshqa narsani harakat qilib ko'radilar, yana boshqa narsalar. Ya'ni bu sohada siz qancha uzoqroq ustoz bilan birga ta'lim oladigan bo'lsangiz, sizni bu sohada nimagadir erishishingiz osonroq bo'ladi. Nimaga? Chunki sizning xatolaringizni to'g'rilab turuvchi inson bor. Agar siz har safar azartga beraversangiz, har safar minus qilaversangiz, pulingizni yo'qotaversangiz, bu sohada sizlarni qiz qolmaydi. Ya'ni bu sohaga muhabbatingiz qolmaydi. Bu soha siz uchun yoki qimorga, yoki qanaqadir ajin ekspertga o'xshagan narsaga, yoki umuman uddalab bo'lgan professiyaga aylanadi. Nimaga kimdirlar o'xshatyapti, kimdirlar o'xshata olmayapti degan savolga hech qachon o'zingizga bermaysiz. Prosta bu soha qimor, и все. Tamom. Siz uchun bu sohadagi kitob qo'pol qilib aytganda yopiladi. Meni eng glavniy bermoqchi bo'lgan savetim bu uzoq muddat. Ya'ni uzoq qo'shish kerak. Hech qachon aytadi-ku, tez chiqqan odam tez dumalaydi. Sekinlik bilan chiqqan insonni dumalatish qiyinroq bo'ladi. Tushunsiz? Chunki u hamma xato kamchiliklarni ko'rib chiqqan. Shuning uchun ham lichna men uchun bu uzoq masofa, ya'ni uzoqroq yo'l. Oson yo'l emas, uzoqroq va qiyinroq yo'l. Men uchun shu. Tradingda deylik, eng sizni fikringiz bo'yicha важный nima? Xo'p, talantli bo'lishmi, o'zini ustida ishlashmi yo opiti bo'lishmi? Nima sizda eng важныйsi? Menda tradingda eng важный narsa bu iroda. Ya'ni iroda, sabr. Sabr menimcha hammada bor. Aytaylik, qiynalayotgan inson nima qiladi? Sabr bilan qiyinchilikni yengadi. Bu sohada ham siz o'ylamay oson bo'ladi. Bu soha ham qiyin izlash. Biz uchun eng glavnisi bu sabr va iroda. Oxirgacha bora olishlik, o'rtada tashab ketishlik emas. Bizda ko'p insonda, buni menimcha siz o'zingiz ham yaxshi bilasiz, nimadir o'xshamasa xatoni kimdandir qidiramiz. Nega biz xatoni o'zimizdan qidirib ko'rmaymiz? Mana shu narsani o'zimga berganimda, ya'ni nimaga men kimdandir xato qidiryapman? Ya'ni boya aytganimdek, Aziz Xalikov yomonludimi? Hozirgi paytda Aziz Xalikov men uchun yaxshi savet bergan inson, ya'ni bu sohada qolishimga ham kerak bo'lsa, to'g'ri yo'l ko'rsatgan inson deb bilaman. Nimaga? O'sha paytdagi xato aslida o'zimda bo'lgan.
kimdadir emas. Shuning uchun ham irodam balki borligi uchun shu yergacha keldim va sabr toqatim yetganligi uchun ham shu yerga keldim. Mehnatni, aytaylik, opitni yoki boshqasini oladigan bo'lsak, bu vaqt. Yillar o'tib siz bir narsani davom ettiraversangiz, albatta o'sha narsaga erishasiz. Albatta, bu so'zsiz aytilgan narsa. Ya'ni harakat qilaverasiz, to'xtamaysiz, qilaverasiz. Bitta narsa aytib ketmoqchiman, shu yerda ko'pchilik aytadi-ku, omad, to'g'rimi? Omad kelarmikan yoki omadga borilarmikan? Men uchun omad bu majburlash. Siz majburlab omadni o'zingizga olib kelasiz. Qanaqa qilib? Mehnat qilaverasiz, harakat qilaverasiz, sabr qilaverasiz, yaratgandan so'raverasiz, to'xtamaysiz va omad sizga kelishga majbur bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Ya'ni buning uchun faqat iroda va sabr sizga kerak. Ya'ni Alloh taoloning sizga atab qo'ygan ne'mati bor. Faqat u qachon kelishini siz bilmaysiz. Siz ham, men ham, boshqasi ham bilmaydi. Sabr bilan o'sha vaqtga yetib boramiz va biz kutmagan payt va biz kelishini o'ylamagan payt u narsalar kelishni boshlaydi. O'sha payt to'g'ri qaror qabul qilishlik va yo'lni to'g'ri tanlab olishlik bizga davomiylikni beradi. O'ylaymanki, o'sha ko'p kishi bu podkast ko'rsa, aytadi-ku, недоверие qolib ketadi-ku o'sha nimaga, tradingga. Inshaalloh bu podkastdan keyin odamlar yanada uyg'onish boshlashadi. Inshaallohki biz harakat qilyapmiz. Men hozir deylik, imina o'zimizda Tojikistonda ham shu narsa o'sha endi rivojlanyapti. O'zbekistonda deylik, qancha bizdan oldin rivojlangan bo'lsa, endi bizda endi rivojlanyapti. Va men maqsadim shuki, hozir shu narsani oldini olish. Mana bu O'zbekistonda qanday o'zi buzilib ketdi-ku, har bir qadamingizda trader, har bir qadamingizda kurs, lekin borganingizdan keyin rezultat yo'q, hech narsa yo'q. O'zini masalan targov sistemani prosa beradi, lekin psixologiyani qanday targ'ovat qilishdi, maqsad minusda bo'lganda qanday nima qilishi, emotsiyani kontrol qilishni tushuntirish olmaydi. Va bizda ham shu narsa, bizda ham shu narsa o'zi endi rivojlanib ketyapti. Shu narsa men endi mana maqsadim siz bilan podkast xizmat qilish, baribir kim ko'rsa uning uchun plus, kim ko'rmasa огромный plusni o'zidan maqsad qo'yib yuboryapti-da. Потому что bu yerda mana sizni tarafingizda bo'lgan, men o'zim tarafimda bo'lgan opitimni o'sha odamlarga delitsa qildim. Siz tarafdagi bo'lgan opitni odamlarga intereslaydi-da. Va men sizga bir narsani nima qilmoqchiman, shunayki, mana hozir boshlayman degan inson yo tashlayman degan inson baribir sizda baribir qanaqadir savetingiz kerak. Вот siz как trader, который именно qancha shogirdlar chiqardingiz, shu vaqtgacha ishlab kelsiz, qancha tajribangiz bor, siz baribir savetingiz kerak. Nima qilsin, nimadan boshlasin va уже deylik minusga ketayotgan bo'lsa, endi tashlayman degan odam bo'lsa, maqsad o'shanga qanaqadir savet berishingiz. Shunday savet beringki, o'sha inson ko'rgandan keyin o'sha masalan ichidagi haligi iskra yanada yonishni boshlasin. Bo'ldi, mana shu trading meniki ekan, shuni orqasidan men bo'laman deganda-da, shunaqa bitta savetingiz kerak. Savetga kelishdan oldin bitta narsani aytmoqchiman, ya'ni yangi kirayotgan traderlarga. Bruce Leening bitta gapi bor, bilasizlar, ya'ni men 1000 ta priyomni bilgan insondan emas, bitta priyomni 1000 marta o'zida qilib ko'rgan insondan qo'rqaman deb javob bergan. Ya'ni men nima demoqchiman? Hozirgi kirayotgan traderlar, ya'ni sizni ko'radi. Keling, boshqalarni gapirmaymiz, o'zimizni gapiramiz. Sizni ko'radi, sizni zo'r deb biladi boshida. Chunki sizni birinchi bo'lib tanidi. Keyin meni taniydi va sizdan ko'ra meni yaxshiroq deb balki biladi va menga keladi, yana menda o'qiydi. Va mendan yana ham zo'rroq trader chiqadi, unga boradi, o'rganadi. Bilasizmi? Sizni miyangizda qancha ko'proq informatsiya bo'lsa, sizda bu sohada ishlash holatingiz shunchalar qiyin bo'lib boradi. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Ya'ni bitta ustozni o'zingiz uchun haqiqiy ustoz deb tan oldingizmi, u bilan oxirigacha bo'ling. Aytaylik, kursi farqi yo'q, $5000 bo'lsa, siz 10,000 bering, lekin o'sha inson bilan siz oxirigacha boring, oxirgi natijagacha. Siz faqat u insonni birinchi ko'rib oling, haqiqatan ham natija qiladimi, haqiqatan ham shu sohada menga nimadir bera oladimi degan narsa, ya'ni bu savol keladi o'zingizga, o'sha savolga javob beradi va bitta ustozni tanlagandan keyin o'sha ustozni orqasidan oxirigacha yurish kerak. Ya'ni
nima deydi, bargdan bargga sakrash bu hech qachon yaxshilik olib kelmaydi. Siz bitta shoxga sakraysiz, ikkinchi shoxga sakraysiz, uchinchi shoxga sakraysiz, to'rtinchi shoxga kimdir aralab qo'ygan bo'lishi mumkin va to'rtinchi shoxda siz nima qilasiz, dumalaysiz. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni bitta narsani har doim davomiy qilish, bir insonni oxirigacha tanlash va oxirigacha u bilan birga borish. Mana eng zo'r kulchovoy narsa. Men o'zim uchun oldin menda ham xuddi shunaqa, nimaga 14 ta ustoz o'qiganman. Men o'sha payt o'zim uchun savol beraman. Agar o'sha paytda bitta o'zim uchun haqiqiy o'zim tan oladigan ustozni olib turib, agar o'sha insonni oxirigacha ta'lim olib oxirigacha harakat qilganimda, balki muvaffaqiyat menga yaqinroq, ya'ni vohliroq kelgan bo'lar edi. Bu xato meniki va bu xatodan men o'tgan bo'lsam, agar menga kimdir 9 yil orqaga qaytib tradingga endi kirayotganingizda mana shu bilim bilan nima qilardingiz deydigan bo'lsa, men bitta insonni tanlagan bo'lardim. Ya'ni u inson kim, qanaqa, men bu narsani bilmayman, lekin bitta inson tanlab o'sha inson bilan harakat qilgan bo'lardim. Va yana bitta izuminka bor, ya'ni natija, ya'ni o'sha insonga borishdan oldin niyatni to'g'irlash kerak. Ya'ni siz oldingizga kimdir kelyapti, nimaga o'zi aslida kelyapti? Ko'proq pul ishlash uchun. Nega? O'zi uchun savol berib ko'rmaydi. Mana shu insonni oldiga boraman, aytaylik, inshaalloh men agar yaxshi pul topishni boshlasam, kimgadir yaxshilik qilaman. Kimgadir yordam beraman, kimgadir ko'maklashaman. Qarang, niyat qanchalik chiroyli. Biz bilamiz, ya'ni musulmonlarda yaxshi niyat yarim davlat. Ya'ni sizning niyatingiz qanchalar to'g'ri bo'lsa, sizni ichingizdagi ko'nglingiz qanchalar ochiq bo'lsa, ana o'shandagina siz qaysidir maqsadga yetib olishingiz osonroq bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, bu sohaga kirmoqchi bo'lgan insonlar niyatni to'g'rilaydi. Ko'p pul topish emas. Sizga haqiqatan manfaat olib keladigan pulni topish. Sizga haqiqatan haqiqiy rizq olib keladigan pulni topish. U pulni baribir topasiz, chunki sizni peshonangizga rizqni yozib qo'ygan. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi topasiz. Shuning uchun ham sohaga kiryapsizmi, bir insonni tan oldingizmi, oxirigacha tan oling. Uni sotmang, uni boshqa birovlarga nima deydi, almashmang. Oxirigacha u inson bilan bo'ling. U yaxshi bo'lsa ham, u yomon bo'lsa ham. Chunki siz bu sohaga kelganingizda birinchi ta'limni o'sha inson berdi va o'sha inson bilan oxirigacha qoling. Niyatingiz yaxshi bo'lsa, o'zingiz tan olgan ustoz bilan oxirigacha harakat qilsangiz, bu yoqdan sababini qilsangiz, sabrini qilsangiz, Alloh taolodan so'rasangiz, barchasi yaxshi bo'ladi deb hisoblayman. Men o'zim uchun. Kimning fikri qanaqa, bu narsani men bilmayman, lekin meni fikrim, meni savetim har bitta yangi kirib kelayotgan treyderlar uchun shu. Tradingni tashlab ketmoqchi bo'layotgan insonlar uchun prosta oynaga qarasam, o'zi uchun o'zi savol bersin. Xo'p, sohani tashladingiz. Achinmaysizmi o'tib ketgan yillarga? Mayli, 3 oy, 4 oy sohaga kirgan bo'lsa, aytaylik, katta pul yo'qotib qo'ydi. Bu sohada ko'rmayaptimi, chiqib ketsin. Chunki hali ularga vaqt bor. Chunki ularni ko'p umri ketmadi. Lekin 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yildan beri sohada yurib turib, hech narsa qila olmay, sohani tashlab ketayotgan insonlar bor. Xuddi menga o'xshab. Men ham 5 yil hech nima topmaganman. 5 yil, 5,5 yil hech qanaqa pul topmaganman. Pul ishlatganman, lekin topmaganman. Va shuncha sabrga yarasha, shuncha mehnatga, yaxshi niyatga yarasha Alloh taolo bizga berdi, nimanidir ne'mat qilib berdi. Uni ushab qolamiz yoki yo'q, buni Alloh biladi. Tashlab ketayotgan insonlarga ham shu savolim. Oynaga qarang va agar o'tkazgan umringizga adashmasangiz, sohani tark eting. O'tkazgan umringizga achinadigan bo'lsangiz, ertaga aytadi-ku, bitta narsani qilmasdan olamdan o'tgandan ko'ra, qilib ko'rib olamdan o'tgan yaxshiroq. Nimaga? Chunki o'sha narsani qilib qo'yganiga hech qachon u inson achinmaydi. Men qilib ko'rdim deydi. O'xshamadi, lekin qilib ko'rdim deydi. Mani o'sha oxirgi kulchovoy, ya'ni tochka qo'yadigan joyim bu, prosta oynaga qarang. Agar umringizga achinmasangiz, sohani tark eting. Agar umringizga achinsangiz, harakat qiling, sabr qiling. Boya aytganimdek, niyatingizni to'g'rilang. Bitta yo'l bo'yicha yuring bo'ldi. Sizni yo'lingizda oldingizda 4-5 ta yo'l chiqadi. Bittasini tanlang, tamom. O'sha yo'l qalban to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, sizni to'g'ri joyga yetaklaydi. Вообще zo'r suhbatlar bo'ldi, ajoyib savollarga javob bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu
podkastimiz endi o'zimizda tojikistonlarga yo'qishini, bu yerdan biron foyda o'ziga olib ketishini va bu narsani men endi o'ylaymanki O'zbekistondagi odamlar ko'radi va o'zlariga ham bir xulosa chiqarish boshlashadi. Qanday уже tradingga, то есть должен, то есть отношения bo'lishini nimasida sizni tajribangizdan bo'lib, sovetlaringizdan bo'lib, oxirgi yakunlashimizga biron послание bermoqchimiz bironta insonlarga. Под конец agar bironsa gapingiz bo'lsa aytsangiz bo'ldi. Xo'p, oxiriga birinchi bo'lib biz hozir mana Tojikistonda o'tiribmiz. Sizni shahringizda mehmon keldik. Avvalambor shu именно podkast so'zida shu narsani aytib ketmoqchiman. Mehmon do'stligiga men juda ham lol qoldim. Faqat sizni emas, именно sizlarni Tojikiston xalqini mehmon do'stligiga juda ham lol qoldim. Nimaga? Qatga kirishimizdan qat'iy nazar va kimligimizdan qat'iy nazar biz tojikmiz yoki o'zbekmiz farqi yo'q. Biz mehmonligimizni bilgan inson hurmatimizni joyiga qo'yganligi, o'sha bizga nimada yordam kerak bo'lsa barchasini berganligi va shu Tojikistonga bizani mehmon qilib chaqirganingizga avvalambor kattakon rahmat aytmoqchiman. Webinarda ham juda ko'p odam keldi, ko'rdik va ularni bunaqa, nima deydi, iliq kutib olganligi, har taraflama yordam berganligi, Tojikistonni ko'rsatganligi. Men to'g'risida Tojikistonni juda ham ko'p o'zim uchun emotsiya oldim. Bilasiz, hech qayerga oldin chiqmaganman, pasport endi oldim va birinchi yo'nalishim bu sizni oldingizga bo'ldi va shu fursatdan foydalanib men siz bilan podkast qildik. Oxirida men nima demoqchiman, sizga kattakon rahmat. Aslida nimaga? Sababi meni shu yerga mehmonga chaqirganligingiz, menga shu o'zingizlarni, davlatingizlarni ko'rsatib, realni menga hayotimdagi eslab qoladigan emotsiyalarni berganligingiz uchun rahmat aytib qolaman va podkast meni o'zim uchun ham, sizlarni davlatinglar uchun ham balki manzur keladi deb o'ylayman, xudo xolasa inshaalloh. Podkast nima deymiz? Aytadi-ku, bir trader chiqqan, trader to'xtab qolmadi. To'xtab qolish kerak emas, tamom, niyatni yaxshilash kerak, sabr qilish kerak, mehnat qilish kerak, sababini qilish kerak, qolganini yaratganga tavakkal qilganmiz har bir holatda, to'g'rimi? Ko'chaga chiqsak ham Allohga tavakkal qilamiz, biror bir ishni boshlasa ham Alloh taologa tavakkal qilamiz. Shuning uchun ham tavakkal qildingizmi, hech qachon tavakkalingizdan, nima deydi, zarracha ham shubha qilmang, zarracha ham. Alloh taolo aytadiki, nimainiki sizdan olib qo'ygan bo'lsak, undan-da go'zalrog'ini sizga beramiz. Ya'ni hozir shu sohani oladigan bo'lsak, ya'ni trading sohasida kim minusda bo'lsa, sizni ham davringiz keladi. Bizni ham davrimiz kelgan, boshqalarning ham davrisi kelgan va sizni davringiz ham albatta keladi deb qolamiz. Shuning uchun bu yog'iga faqatgina sabr, faqatgina tavakkal qilib, harakat va mehnat bo'ldi. Hech kimga yomonlik qilmang, hech kimga nima deydi, hasad bilan qaramang, qolgan hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'zimda bitta narsa savet berib ketmoqchiman. Endi bu ham dunyoviy, ham diniy taraflama. Aytaylik, bilamizki, что musulmonmiz va har doim hammamiz hammaga yaxshilik qilamiz, ya'ni kimgadir sadaqa beramiz, kimgadir puldan yordam beramiz yoki ishdan yordam beramiz. Bu soha emas, umuman общий hamma sohada deb o'ylayman. Qancha insonlarga yaxshilik ko'proq qilsangiz, ya'ni faqat olguvchi emas, berguvchi. Ya'ni men o'zimni sohamni aytaman. Men topdimmi, men qancha ko'proq bersam, Alloh taolo menga shuncha ko'proq beradi. Yana ham ko'proq beradi. Men 10 ming bersam menga 100 ming beradi. 100 ming bersam menga 1000 beradi. 1000 bersam menga 100 ming beradi. Tushunasizmi? Ya'ni bu narsa har doim ko'payadi, kamaymaydi. Ya'ni 2 + 2 4 bo'lmaydi. 2 + 2 8 bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Ya'ni men nima demoqchimanki, siz o'zingiz uchun va'da bering, shu sohada yurganlar. Agar men shu sohadan pul topsam, shu sohadan topgan pulimni 10% yoki 20%ni kim bilandir ulashaman. Kimgadir yordam beraman. Yordam berishda faqat begona emas, o'zini oilasi, o'zini aka-ukalariga ham yordam bersa bo'ladi. Va ularni xursandchiligi, ularni bergan duosi, ularni aytgan rahmatlari siz bosib borayotgan maqsaddagi yo'lni yana ham yaqinlashtiradi.
manda bu narsa o'zimda o'tgan va men bu narsaga 100% ishonaman. 100 emas, 1000% ishonaman. Shuning uchun ham qancha ko'proq yaxshilik qilsangiz, ya'ni siz o'zingiz topayotgan kasbingizdan, topayotgan pulingizdan kimgadir yaxshilik qila olsangiz, ya'ni faqat o'zingizga emas, birovlar bilan ham ulasha olsangiz, siz bosib o'tayotgan masofa sizga yana ham yaqinroq bo'lib keladi. Shu narsani men eng oxirida savet berib qolardim. Ya'ni harakat qiling, topdingizmi, ulashing va sizga ko'proq keladi. خب سوالlar tugadi. Barodar aziz, имрӯза да уже саволот тамом шуданд. Ёра насиб карда боша тамошо кунед. И охирон подкастҳомона мешава ва аз Ӯзбекистон, аз Украина бисёр трейдерҳо мебиёянд ки қайдшон подкасти ман мекунем. Мақсади мо ами трейдинга дар Тоҷикистон бигем профессионал нишон додан ва одамое ки профессионал ҳастанд ҳамовақти шумода нишон додан. Фикратона нависен, лайкора фаромӯш накунед. И охиронш неста, насиб карда боша мо бо қайд шумо алоқа мебурем. Зинда бошед, саломат бошед.